Bugungi obzorimizda grill funksiyasiga ega bo'lgan mikroto'lqinli pechni ko'rib chiqamiz. Ushbu pechimiz umumiy 25 litr hajmga ega bo'lib, 7 xil rejim va 8 xil funksiyaga ega. Birinchi rejim mikroto'lqinli pech rejimi bo'lib, ushbu rejim taomlaringizni 100 vattdan 900 vattgacha bo'lgan kuchlanishda isitib beradi va isitish vaqtini o'zingiz belgilasangiz bo'ladi. Ushbu tugma orqali ortga qaytsangiz bo'ladi. Keyingi rejim grill bo'lib, ushbu rejimda grillni 130 gradusda pishirsangiz bo'ladi. Keyingi rejim konveksiya rejimi bo'lib, ushbu rejimda taomlaringizni 120 gradusdan 200 gradusgacha bo'lgan haroratda konveksiya orqali pishirsangiz bo'ladi. Keyingi rejim birinchi kombinatsion rejim bo'lib, ushbu rejimda mikroto'lqinli pech va tepadan qizdirish bir vaqtda ishlaydi. Keyingisi ikkinchi kombinatsion rejim bo'lib, ushbu rejimda konveksiya va mikroto'lqinli pech rejimi bir vaqtda ishlaydi. Keyingisi birinchi muzdan tushirish rejimi bo'lib, ushbu rejim 100 gramdan 2 kilogramgacha bo'lgan mahsulotlaringizni muzini eritib beradi. Va nihoyat oxirgisi ikkinchi muzdan tushirish rejimi bo'lib, ushbu rejimda qancha vaqt davomida muzdan eritish kerakligini o'zingiz belgilasangiz bo'ladi. Menyudagi keyingi funksiya avtoretseptlar bo'lib, bu yerdan istalgan taomni tanlashingiz mumkin. Masalan, biskvit. 500 gramli biskvitni pechimiz 50 daqiqa ichida pishirib beradi. Bu vaqtni o'zingiz o'zgartirsangiz ham bo'ladi. Haroratni esa pechning o'zi avtomatik tarzda belgilaydi. Biskvitdan tashqari menyuda pitsa, sho'rva, tovuq go'shti, pasta, sabzavotlar, kartoshka va isitish funksiyalari mavjud. Menyudagi keyingi funksiya bu nastroyka bo'lib, bu yerdan tilni ruscha yoki inglizcha qilsangiz bo'ladi. Oshxonangiz uchun mebel ichiga o'rnatiladigan va premium sifatdagi mikroto'lqinli pech qidirayotgan bo'lsangiz, ushbu model aynan siz uchun. Besten, oilangiz eng yaxshisiga munosib.